Assalomu alaykum. Mavzu oliy ta'lim muassasalari milliy reyting tizimi. Mavzuga oid reja bilan tanishamiz. Birinchisi, umumta'lim muassasalari faoliyatini baholash mezonlari va reyting indikatorlari. Oliy ta'lim muassasalari milliy reyting tizimi, ta'lim sohasidagi xalqaro reyting tizimi, reyting tizimining istiqbollari va uning yanada takomillashtirilishi bo'yicha tavsiyalar. Ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha xalqaro standart va ko'rsatmalar. Yevropa universitetlari 2015-yilda Bologna tizimini qabul qilgan, 48 davlatning ta'lim vazirliklari tomonidan ma'qullangan Yevropa oliy ta'lim hududida oliy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha standartlar va yo'riqnomalar asosida faoliyat yuritadi. Ushbu hujjat 3 qismdan tashkil topgan. Ichki sifat kafolati bo'yicha standartlar va yo'riqnomalar, ikkinchisi tashqi sifat kafolatlari bo'yicha standartlar va yo'riqnomalar, uchinchisi sifatni ta'minlash siyosati va tartiblari. Har bir universitetning institutsional qarash va strategiyasini o'zida aks ettirgan sifatni ta'minlash bo'yicha ichki siyosatning mavjudligi hisoblanadi. Yevropa oliy ta'lim hududida oliy ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha standartlar va yo'riqnomalarga quyidagilarni keltirishimiz mumkin. Bular tashqi sifat kafolatlari bo'yicha standartlar va yo'riqnomalar. Bunga ichki sifat kafolatini e'tiborga olish, maqsadga mos keluvchi metodologiyalarni loyihalash, jarayonlarni tatbiq etish, taqrizchi ekspertlar, natijalar, mezonlari, hisobot, shikoyat va murojaatlar, sifatni ta'minlash agentliklari uchun standartlar va yo'riqnomalar, sifat kafolati bo'yicha faoliyat, siyosat va jarayonlar, rasmiy maqom, mustaqillik, mavzuli tahlil, resurslar, ichki sifat kafolati va kasbiy xulq-atvor agentliklarini doimiy tashqi tekshiruvdan o'tkazish kabilarni kiritishimiz mumkin. Milliy reyting indikatorlari. Milliy reyting indikatorlari asosan universitetning qay darajada ekanligini va reyting tizimini belgilab beruvchi asosiy xususiyatlardan biri hisoblanadi. Bu quyidagi ballar orqali 100 ballik tizimda baholanadi. Quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi ilmiy faoliyat hisoblanadi. Ya'ni ilmiy faoliyat bilan shug'ullanganlik darajasi qay darajada ekanligini bildiradi. Bunga 40 ball beriladi. O'quv metodik ishlari va o'qitish sifatiga 30 ball, talabalarning bilim darajasiga 8 ball, davlat granti asosida o'qigan bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi, bitirgandan so'ng 6 oy ichida 8 ball, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari bilim va ko'nikmalari sifati haqida ish beruvchilarning bahosi so'rovnoma asosida aniqlanadi 8 ball. Reyting yilida xalqaro va respublika olimpiadalarida, nufuzli tanlovlarda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan hamda mukofotlarga sazovor bo'lgan talabalar salmog'i 3 ball, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha faoliyatiga 3 ball, jami 100 ballik sistemada amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasalari milliy reyting tizimi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari milliy reyting tizimi oliy ta'lim sifatini oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va xalqaro standartlarga moslashish maqsadida joriy etilgan. Bu tizim 2019-yil 7-iyundagi Vazirlar Mahkamasining 467-son qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida amalga oshiriladi. Reytingni aniqlash tartibi. Reyting har yili O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi tomonidan xolislik, oshkoralik va adolat tamoyillariga asoslangan holda aniqlanadi. Ushbu reytingda O'zbekiston hududida faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari ishtirok etishlari mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha oliy ta'lim muassasalari ushbu reyting tizimidan o'tganliklaridan keyin ularning milliy reyting indikatorlari shakllantiriladi va qay darajada ekanligi inobatga olinadi va reyting tizimi asoslab boriladi. Reytingning maqsad va vazifalari quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni reyting tizimi quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi. Bular oliy ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ilmiy pedagogik faoliyat darajasi va sifatini oshirishni rag'batlantirish, professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyatidan samarali foydalanish, o'qitish sifati bo'yicha xalqaro mezon va standartlarga muvofiq yuqori ko'rsatkichlarga erishish, iqtisodiyotning real sektori tarmoqlari uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga zamin yaratishdan iborat hisoblanadi. 2023-yilgi milliy reyting natijalari.
2023 yil uchun e'lon qilingan milliy reytingda 76 ta oliy ta'lim muassasasi ishtirok etdi. Reytingda birinchi o'rinni Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti egalladi. Reytingni aniqlashda qo'llaniladigan mezonlar quyidagilar hisoblanadi, ya'ni Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti qo'lga kiritgan milliy reytingda quyidagi yo'nalishlar asosida baholab borilgan. Ular quyidagicha, ya'ni reytingni aniqlashda quyidagi mezonlar inobatga olindi. Birinchisi ilmiy tadqiqot faoliyati, ikkinchisi ta'lim sifati va o'quv jarayonining samaradorligi, uchinchisi professor o'qituvchilar tarkibining malakasi, to'rtinchisi talabalar bilim darajasi va ularning ishga joylashish ko'rsatkichlari, beshinchisi xalqaro hamkorlik va reytinglardagi ishtiroki, oltinchisi ushbu reyting tizimi orqali oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini baholab, rivojlanish strategiyalarini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ya'ni xalqaro hamkorlik va reytinglardagi ishtirok ham ma'lum darajada universitetning mavqeini yetarli darajada oshirib berishga xizmat qiladi. Xalqaro reyting tizimi bu davlatlar, tashkilotlar, universitetlar, kompaniyalar yoki boshqa subyektlarning faoliyatini yoki holatini baholovchi va ularni o'zaro solishtirish imkonini beruvchi tizim hisoblanadi. Ta'lim sohasidagi xalqaro reyting tizimlari bu universitetlar va oliy ta'lim muassasalarini dunyo miqyosida baholaydigan tizimlar bo'lib, ular ilmiy faoliyat, ta'lim sifati, xalqaro hamkorlik va boshqa mezonlar asosida tuziladi. Ular quyidagicha, ya'ni 4 ta guruhga bo'lingan holda ko'rib chiqamiz. Bularning birinchisi har yili chop etiladi. Baholash mezonlari esa akademik obro', ish beruvchilar fikri, talabalar, ustozlar nisbati, ilmiy maqolalar, xalqaro talabalar va professorlar soni, mashhurligi yuqori bo'lgan QS World University Rankings hisoblanadi. Ikkinchisi Times Higher Education, ya'ni THA hisoblanadi. Baholash mezonlari ta'lim sifati, ilmiy tadqiqotlar, ilmiy maqola iqtiboslari, xalqaro ko'rsatkichlar, sanoat daromadi hisoblanadi. Uchinchisi Academic Ranking of World University, asosan ilmiy yutuqlar asosida tuziladi. Nobel mukofoti sovrindorlari, yuqori iqtibos olgan tadqiqotchilar soni kabi ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Fundamental fanlarga e'tibor katta hisoblanadi. To'rtinchisi Yevropa ittifoqi loyihasi hisoblanadi. Universitetlarning aniq fanlar, tadqiqot, xalqaro yo'nalishlar, ta'lim va mintaqaviy ahamiyati bo'yicha tahlil qilinadi. Bu reytinglar talaba va tadqiqotchilarga oliygoh tanlashda yordam beradi. Shuningdek, universitetlar o'z faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirishga harakat qilishadi. Reyting tizimlarining istiqbollari va ularni yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin. Reyting tizimining istiqbollariga birinchisi shaffoflik va raqamli texnologiyalar asosida rivojlanish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar orqali baholash jarayonlarini avtomatlashtirish, subyektivlikni kamaytirish imkonini beradi. Ikkinchisi mintaqaviy reytinglarning kuchayishi, faqat global emas, balki mintaqaviy va milliy reytinglar ham rivojlanadi. Bu esa mahalliy ta'lim tizimining real bahosini beradi. Uchinchisi moslashtirilgan reytinglar, talabalar yoki tadqiqotchilar ehtiyojiga qarab moslashtirilgan reytinglar ishlab chiqiladi. To'rtinchisi ijtimoiy ta'sirga e'tibor oshadi. Takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar esa baholash mezonlarini kengaytirish va muvozanatlashtirish, oliy ta'lim muassasalarining tur va xususiyatlarini hisobga olish, mahalliy ekspertlar va mustaqil kuzatuvchilarni jalb qilish, talaba va bitiruvchilarning fikr mulohazalarini hisobga olish. Reytinglarda faqat akademik mezonlar emas, balki foydalanuvchilarning tajribasi va qoniqish darajasi ham ko'zda tutilishi kerak. Beshinchisi soha bo'yicha ixtisoslashgan reytinglar yaratish, tibbiyot, muhandislik, pedagogika kabi aniq yo'nalishlar bo'yicha alohida reytinglar ishlab chiqilishi foydali hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz quyidagilardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.